Jazo lagerida vafot bo'lgan dadam Abdug'ani Xudoberdini eslab. Abtori Abdurahim G'ani Uyg'ur. Ularga birer musibat kelgan chaqda, ular biz albatta Allohning igdorchiligimiz, Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytimiz deydi. Sura Baqara 156-oyat. Xitoy tajovuzchi hukumatining Sharqiy Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, jumladan vatandagi Uyg'urlarga tahdid selib, chet eldagi urug' tuqqanlari bilan aloqalashishdan cheklaganligi sababidan dadam G'ani Xudoberdi bilan 2017-yildan buyon hech qanday aloqa qilolmagan edim. Ammo bu yil, ya'ni 2024-yili 7-oyning 6-kuni Xitoy hukumati soqchilari akamga tahdid selish orqali menga telefon qilg'izib, meni 7-oyning 8-kunidan 12-kunigacha Gollandiyaning Gaaga Den Haag shahridagi Dunyo Puhrolar sud mahkamasida faşist jallat Xi Jinpingning jinoyatini sotlashda guvohlik bermasligim haqida besim qilganda men telefonni g'azab bilan qo'yibdim. Xitoyning bu tahdidi har bir oilagacha singib kirgan suiqasd va razilligi meni dahshatga cho'mdirgan edi. Xitoyning bu hilisi qarg'i kelmadi. Ondan Xitoy soqchilari dadamni jazo lageridan elib chiqib, ig'ir kasal azobida yetayotgan dadamning yanida akamni so'zlatib, menga nasihat qilg'izib, video ishlab, menga avatish orqali meni ruhiy jihatdan qiynab, Xitoy hukumatiga qarshi faoliyatlarimdan to'smoqchi bo'ldi. Men bu videoni ko'rsammi, o'zimni qattiq tutib olib, Xitoy hukumatining eziq turish besimlariga qat'iy tez hukmidim. Hatto Xitoyning zahrini o'ziga sanjib, bu ichinishlik videoni Dunyo Puhrolar sudida yana bir isbot qilib ko'rsatdim. Natijada naq maydondagi sudchi, taftishlar, hatto Xitoyning hukumatining advokatimi Polatdek isbot oldida latidek bo'shishib, o'zining menga yiztashlik qiladiganligini bildirdi. Oxirida meni o'zining qopqon to'ziqiga tushirolmagan Xitoy dadam akam orqali meni bosh egdirib, Xitoy hukumatiga qarshi faoliyatlardan to'xtatish maqsadiga yetolmagan Xitoy hukumati dadam va akamni qaytadan jazo lageriga soladi. Aradan 2 oy o'tdi. 9-oyning 17-kuni bir do'stim menga dadamning jazo lagerida vafot bo'lib ketganligini yetkazdi. Bu xabarni anglab ko'nglim qattiq yerim bo'ldi. Ammo bu xabar meni ruhiy jihatdan tugashtirish oyoq tursin. Xitoy tajovuzchi hukumatiga qarshi g'azab nafratimni texmi kuchaytdi. Qaddimni texmi ruslab, inqilob ko'rishimni qat'iy davomlashtirish g'ayratimni texmi oshirdi. Muhimi parlaq tong'i bo'lgan umidimni texmi o'yg'itib, g'alibi manziliga mang'an qadimimni texmi mazmut tavranmas qildi. Qadrli dada, mehribon opa, men sizlarga shundoq va'da beramanki, butun qayg'u hasratimni kuch-quvvatga aylantirib, g'azab nafratimni xanjar qilib, tajovuzchi Xitoy hukumatining yuragiga uraman. Hayotimning oxirgi tiniqigacha buni davomlashtiraman. Xitoy kommunist faşist hukumatining Sharqiy Turkistondagi mustamlikasi oxirlashib, biz Sharqiy Turkistonliklar erkin o'r yashig'icha bu kurashni davom qilaman. G'amguzorim dada, farishta sifat opa, sizlarning oldinglarda balalik burchimni to'liq ado qila olmadim. Og'rib qolganinglarda, yeninglarda turib, holinglardan xabar ololmadim. Xitoy tajovuzchi davlatining inson qilpidan chiqqan qirg'inchiligi sizlarni mendan sizlar faxrlanadigan o'g'linglarning didorini ko'rishdim. O'g'linglarning hurlik, haqiqat, adolat yo'lidagi kurash utuqlaridan g'ururlanishinglardan navirlaringlarni akiletib, so'yib, bag'ringlarga besishdan umuman ajdod avlod orasidagi barliq ma'naviy rishta bağlardan ayırıp etti. Bu doğruluk sözlep tüyütelmeymen. Çünkü
mustamlika hayotning, g'ayribona vatansizlikning bizga qoldirgan yaralarını til bilan tasvirligili, sanabmi tugatkili bo'lmaydi. Suyimlik dada, Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda hatto o'lib ketganlar uchun jinoza namozi o'qishni chekladi. Ammo erkin dunyoda ahvol undaq emas. Shunga sening g'oyibona jinoza namozingni uyimning yenidagi bir turk masjidida o'qish uchun masjid hayiti bilan ko'rishib, ularga sening Xitoy hukumatining jazo lagerida vafot bo'lganligingni jamoatga yig'lab turib so'zlab berganimda, ular mendan dadam yashinib qolgandikin uni yo'qlab berib ko'rishmidingmi? Yeniga bora olmagan bo'lsang, hech bo'lmasa telefonda bo'lsa-mu ko'rishib, uning oxirgi so'zlarini anglab rozilik olmadingmi? deb so'radi. Men bu gaplardan ularning Sharqiy Turkistondagi zulm qatliamini hali ham tozi yaxshi bilib ketmaydiganligini his qilib, jallod Xitoylarning Uyg'urlarning jasadini bevosita urug' tuqqanlarga bermay ko'ydirib yetadiganligini, jinoza namozini o'qish tugul shu gapni qilishning jinoyat hisoblanadiganligini, butun dunyo bilan aloqa qila oladigan telefonimning faqat urug' tuqqanlarim bilan aloqa qila olmaydiganligini, necha yildan beri ular bilan telefondami ko'rishaolmaganligimni aytib berdim. Jamoat buni anglab hayron va has qoldi. Yer sharida bundaq bir zulmning borligidan ajablanib yoqsini tutishdi. Ondan menga tasalli qilishib, ati juma namozidan keyin dadangning g'oyibona jinoza namozini tushirayli deyishdi. Qadrdonim, kuyimjonim aziz dada. Dada, sen bu dunyodagi chidg'usiz zulmlarni, tajovuzchi Xitoy davlatining mustamlikasida ishongusiz xo'rliqlarni boshdan kechirib, amdilikda u dunyoga ketdim. Xitoy hukumatining inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchiligi sababidan zulmat, qabohat, zulm jinoyat bilan to'lgan bu dunyodan yaratquchining dargohiga mazlumlar uchun farog'atlik, abadiy, mangulik hayotga qadam oldim. Yotgan yering jannatda bo'lsin. Jenim dada, men sening oldingda balalik burchimni to'liq ado qilolmadim. Buning vicdonim hali ham azobda. Necha yil burun telefonda ko'rishganimda men bu gaplarni sana yig'lab turib aytgan va sendan rozilik talab qilgan edim. Sen shu chaqda ko'nglinglikini tushunman o'g'lim deb ichingdagi deyalmagan so'zlaringni ig'ir tiniqlaring orqali menga his qildirgan. Men sendan rozi, senmi mendan rozi bo'lgin deb meni xotirjam qilgan, ham rag'batlantirgan edim. Yo'lanchkim, to'rikim, yo'lboshchim dada. Sen meni kichik vaqtimdan boshlabla millatga muhabbat, vatanga sadoqat bilan yashaydigan, haq adolatni ko'krak kerib yoqlaydigan, ajdodlarining umid armonlarini oqlaydigan qilib yetishtirish uchun ko'p ajr qilgan. Ter to'kkan eding. Men sening og'zingdan nasabimning beg'ubar shajarisini, urug' ajdodimning qahramonlik tazkirisini anglab cho'ng bo'lgan edim. Dada, sen bolaligingdan boshlab o'zing shohid bo'lgan Xitoy hukumatining zulmini va mo'minlarimning sana singdirgan milliy ruhini menga singdirding. Sen menga har vaqt bizning ajdodimiz tarixdan buyon mustamlikaga, zulmga, qonxo'rlikqa qarshi turgan, hurlik, haqqoniyat va insonlikqa boshpanoh bo'lgan edi deydim. Shu viloyat inqilobidan keyin qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining generali Muhammad Emin Imonovdek bir qahramonning bizning jamoatimizdan ekanligini, ajdodlarimizning qinidagi qahramonlik ruhining hali ham avlodlarining qinida jo'sh urib eqiyotganligini so'zlab berganingda, yuragimda Xitoy tajovuzchi hukumatiga qarshi dolqin, hayajon paydo bo'ladi. Pasbonim dada, sen xotirjam bo'l. Sen faxrlangan o'g'ling hargiz vataniga xoin, millatiga osi bo'lmaydi. Ajdodiga, sana, onamga va vatan xalqiga yuz kelolmaydigan ishlarni, sening ruhingni azoblaydigan
işplaslıqlarını teximi qınmaydı. Çünkü men senin oğlun. Mening qenimde iqivatqini tajovuzchilikqa, zulmga, adoletsizlikka qarshi ajdodlarimizdan udum qolgan ruh. Oxirda tilakim shuki, Alloh taolo bizni jannat ko'rishga, hurlik va saodatda mangu qilishga nasib qilsin. Amin. Elvida. Dada, yatqan yerim jannatda bo'lsin. Yazılgan vakti 2024 yılı 9. ayının 25. günü.